Ransom olajasini qilamiz. Tak. Tashxislari. Davolanib ketganimda uyga bordim-ku. Aha. Bir og'aynimizning ukasi rahmatli bo'lib qoldi-da. Ha, shu hali tovutni ko'tara olmasdim-da, ya'ni jamoa bilan ko'tarasiz, farqi. Ha. Bemalol ko'tardim-da o'shanda. Voy mola. Ketgandan keyin. Oradan 3-4 kun o'tdi shekilli ketgandan keyin. Yelkaga qo'yib bundoq normal yordamlarda qo'shilib bemalol ko'tara oldim-da. Qoyil yashang. Shu paytda sal sovuqroq edi, qoram yoqqan edi. Demak, boyagi sezilish bo'ldi. ha, kurs, ya'ni o'sha licheniyingiz foydasini sezgansiz. Ha, o'sha boshda aytolmanu, bu boshqacha anaqa bo'lib ketdi. Baxtiyor aka, qalaysiz biratan? Yaxshi, Allohimga shukr. Qiynalmay olasizmi? O'sha kecha abetdan keyin bitta og'riqli bo'ldi qo'li. Ukol, ha. Bu hamshiraning aytishicha shu qabul qilyapti deydi-da. Ha. Terimiz. Yaxshi. Ancha terilaringiz o'zi yumshab qopti, qoningiz ham anaqaga ochargan-ku, qop qoraydi. Kecha. Ha, qop qoraydi birinchi kuni qonlar. Oxirida suyuntirsin bo'lsa. Amin. Pragulka qalay bo'ldi deysiz? Qanchaga bir taxminan yaxshilandingiz? Mana Svetovoddan o'tganda parkka kirib skameyada o'tirdik. Aha. Shungacha og'riq bo'ldi, yetib borgancha. Keyin uydan o'tirib men o'zim bir haykalni ariqda-ku. Sharof Rashidovning. O'sha yerga bordim. Sharof aka deysizlar. Ha, shu yerda aylandim. Shu yerlarda boshladi og'riq. Yashang. Nimachi? Bu masofa uzaydimi? Ha, masofa uzaydi, aytdim-ku, nol emas, 30% yaxshi bo'lgan dedim-da. Ko'z tegmas. Bo'lmasa ungacha 3 marta dam olishim kerak edi. 3 marta, молодец, yaxshi. Demak, sezyapsiz sekin-sekin. Ha, Alloh xayr. Ko'z tegmas. Hali 21 kun periodga bo'ladi, Baxtiyor aka bu. Kundan kunga yaxshi. Ha, asli anaqasini ko'rsatib turadi-da. Ya'ni Effekt. Ha. ketib turadi.